Ketdi. Assalomu alaykum. Do'stlar, biz bitta ish bilan qolmaymiz mana. O'zi asl kasbimiz mana shu bizni. Chegaralanmaymiz-da. Mana o'zim uyim, boshqa joy emas. Boshqa joyda ishlashga vaqt yo'q, o'zim uyim qilyapman sekin-sekin bilan boshlandi. Bosib turinglar ana u. Balalar bosiladiki, like qo'yib degan narsalar. Hozircha dam, svarkadan. Miyani dam oltirishda bu. Bo'ladi. Mana bolalar. Qisqa bo'lsa ham podpischiklarim, kam bo'lsa ham barakali bo'lgan podpischilar sizlarga ham ulashay dedim. Bugun mana yerda yopdik. Bu o'zi katta joy edi. Katta joy edi. Mana yerda eshik ochganmiz, перегородка qilib, orqani kladovka qilganmiz. Hali mana yerda qotmaganda shu qotgandan keyin ochish kerak. Shu o'zim o'tgan yili tugatganman. Bu yerda 3 ta xonami, 4 ta xonami bitirganman. Endi koridor bilan mana yerda bitta spalni bor. Mana shu spalnini bitiramiz xudo xolasa. O'tgan yili mana shu patologiyani qilganman, shu bo'yicha qolgan. Mana shu patologiya qilingan, shu bo'yicha qolgan. Xudo xolasa bu aboyga tayyor. Aboyga tayyor edi. Aboylarni chopib qo'yganman, yotibdi. O'tgan yildan beri. Mana shu koridor bilan bu yilga xudo xolasa spalnini bitirsam, keyingi manta zal bor, o'shani bitiraman bo'ldi. Manta zal bor. Har xil besh ko'p endi. Kambag'al ko'chkanda ko'rdik. O'shalar o'sha kladovkaga ketadi xudo xolasa. E'tibor, xudo xolasa oxirini ham olamiz. Bitta sherigim bor, o'shan bilan qilyapman.